Quloq solinglar. Bir yo'qolgan qo'yning hikoyasini sizlarga bayon qilamiz. Bu chaqiradigan bir mehribon qo'ychini ovozidirki, qo'ylarini yaxshi ko'rib va hammasini otlarini bilar edi. Mesh, turki echki, oqbosh qo'y, ola qo'y, xol-xoli qo'zi, kelinglar, suv ichinglar. Bu qo'ychi qo'ylaridan xabar olib turib, ularni ko'k mayslarga va tiniq suvlar bo'yiga olib borar edi, ki o'tlab va suv ichsa. Buni ovozidirki, o'zini muhabbatini qo'ylarni qulog'iga nay vositasi bilan yetkarar edi. Qo'ychi bilar ediki, bu ovoz bo'rini ovozidirki, qo'ylarning dushmani. Ey behayo bo'ri, to'man tirikman, seni qo'yimga, aziz qo'ylarimga zarar yetkazishingni qo'ymayman. Yo'qol. Men jonim boricha bularni seni qo'lingdan qutqarishga ko'shish qilaman. Ey hayosiz, yo'qol. Qo'yma, tut, ofarin. Ey berahm bo'ri, ket. Ey Xudo, o'zingga shukrki, meni qo'ylarimni bo'ri dastidan qutqazding va o'z panohingda asrading. Asr bo'ldi. Osmon nimaga qorong'i bo'lib ketyapti? Osmon vazi yomon va to'polon bo'ladiganga o'xshaydi. Qo'ylarni qutonga olib borsam. Qanday sovuq shamol, qanday tez yomg'ir. Hey. 1 2 3 4 5 16 97 98 99 boshqasi yo'q. Yana bittasi qayerda? 100 qo'yim bor edi. Hozir 99 ta. Nima qilay? Hatman bittasini yo yo'qolgan, yo bo'ri yegan. Yoki tog'da qolganmi? Hayhot, bo'yin oq qo'yim yo'qolibdi. Men tog'ga qaytishim kerak. Aziz qo'yimni topib va olib kelishim kerak. Bilaman, qo'yimni joni xatarda. Uni qanday bo'lsa topaman, u meni aziz qo'yimdir. Qanday qorong'u kecha. Shamol va to'polon qo'ymaydiki, ovozimni qo'yishsa. Hey. Qanday tez tosh ekan. Oyog'imni kesdi. Qanday tikonlar. Oyoq qo'lim hammasi yara bo'lib, kiyimlarim yirtilib ketdi. Xudoyim, u kimni sesi? Bo'yni oq qo'yni ovozi, qo'y o'zi. Boyi uzoqdan ovoz keldi. Aziz qo'yim, sen bu yerdamisan? Nimaga bu tikonlar ishlarida qolding? Qo'ygina, sen meni ovozimni eshitdingmi? Bosh tortding. O'zingning gunohing. Vali men seni yaxshi ko'raman. Ke, bag'rimga kel. Aziz eshituvchilar, bu mehribon qo'ychi tog'dan oxirigacha qo'yni bag'riga olib va shu tarzda qo'ylarni yaxshi ko'rib, jonini ularni yo'lda fido etdi. Ammo Xudovand kalomida ham insonlarni qo'yga tashbih etgan. Muntaho qo'yiki o'z yo'lini tutib va Xudosini esdan chiqargan va xudxolik va gunohkorlik bilan yakka va bekas va beyulchi bo'lgan va natijada gunoh orasida o'zini yo'qotgan. Vali Xudo mehribon, garchi hammamiz gunohkormiz. U biz gumrohlarga bir yo'l boshchi yubordi, to bizlarni yo'lga boshlasa. Xo'p, aziz eshituvchilar, xolisizlarniki bilsangiz, Xudoning u yo'l boshchisi kim edi? Bu Xudoning yo'l boshchisi Iso Masih edi. Bu ham uni ovoziki Injildan quloqqa yetishdi. Aytdi: "Men qo'ychimanki, jonimni qo'ylarim yo'lida beraman." Aziz eshituvchilar, Isa ibn Maryam qo'ychiki Xudo tarafidan bizlarni hidoyat, rioyat va najotimizga yuborilgan.
U hammani yaxshi ko'radi va hozir bo'ladi aziz jonini hamma gunohkorlar uchun fido qilsa, to hamma odam ularni qutqarish uchun sabab bo'lsa va gunohlarini tahammul etsa. U o'ldi, to biz tirik qolsamiz. U o'lganlardan turdi, to bizlarni hamishagi qo'ychimiz bo'lsa, bu o'zidirki, sizlarni chaqiradi. Quloq solinglar, men bu yerda, u yerda va hamma joyda borman. Men har biringizni bir otlaringiz bilan chaqiraman. Men Iso Masih Xudo, Ruhulloh, Kalimatulloh, alif va yo avval va oxir neku qo'ychiman. Kelinglar, meni oldimga va menga iymon olib kelinglar. To sizlarni najot bersam, bilinglar, har kimiki menga iymon olib kelsa, unga umri jovidona beraman. Xo'p, aziz eshituvchilar, bu neku kor qo'ychiga nima javob berasizlar? Azaldan Xudodan o'zga hech kim yo'q edi. U o'z qudrati bilan butun koinotdagi oy kun, yulduzlar va yerni yaratdi. Andan so'ng yer yuziga bir maxluq yaratishga iroda qildi. Xudovand bir erkak bilan bir xotinni yaratib, ularning otlarini Odam va Havo qo'ydi. Bular yaxshi insonlardan bo'lib, doim Xudoning buyruq va farmonidan bo'yin tavlamas va doimo ibodat va sujudga mashg'ul edilar. Shayton insonning Xudo oldida bo'lgan maqom va manzilatini hasad qilib ko'rolmas edi. U azaldan Xudoning dushmani bo'lganligi uchun uning yaratgan bandalarini yo'ldan ozdirish uchun ig'vo qila boshladi. Iblis o'z vasvasalari bilan ularning gunohga bulg'ab Xudo oldida sharmanda va sharmsor qilib tashladi. Oqibat ularning ulug' Parvardigor dargohidan qulanish va haydalishga bois bo'ldi. Xudovand Odam bilan Havoni xalq etish zamonida ularga meni amrimdan bo'yin tavlab nofarmonlik qilsangiz, sizlarni jazoga mustahiq qilaman deb buyurgan edi. Natijada shaytonlarning boshlig'i Iblis ularni firib berib, yo'ldan ozdirdi va Parvardigorning g'azabiga mubtalo qildi. Endi ular o'z qilgan ishlaridan nadomat qilishar edi va hijolatdan Xudo huzuriga tavba va tazarruq qilib borishga hayo qilishar edi. Xudovand bu bandalariga gunohning jazosi o'lim deb muqarrar etgan edi. Biroq u ulug' zot o'z bandalarini sevar edi va ularni o'ldirish va nobud etishdan voz kechdi. Ammo ularga to Iso dunyoga kelguncha qo'y qonining to'kib qurbonlik qilishga farmon berdi. U yana ularga yodingizda bo'lsin-ki, bu qurbonlik bilan gunohlaringiz poklanib tamom bo'lmaydi. Balki bu gunohlaringiz kafforasi uchun inson qurbonligini ham talab qilinadi. Va bu qurbonlik hamon Iso Masih turkin sizlarning gunohlaringizni o'z zimmasiga olish uchun o'z aziz qonini to'kib qurbon bo'ladi. Kimiki Isoni sevib do'st tutsa va uning so'zlariga ishonch bilan quloq solsa, Alloh taolo ularning gunohidan va uqbo azobidan kechaman deb va'da bergan. Xudovand baddalarning qo'y qonining to'kib qilib turgan qurbonliklarini ko'rgach, va'dasi esga tushar edi. Bu va'daga vafo etish uchun necha yillardan so'ng Isoning yosh go'dak suratda yubordi. U onadan tug'ildi, katta bo'lib voyaga yetdi va u o'z so'zlarini xalq qulog'iga yetkazdi. U mo'jizalar ko'rsatdi, kasallarga darmon bag'ishladi. Uning payg'ambarligiga iymon keltirganlar oldiga kelib undan ajz va notomonlik bilan yordam so'rashar edi. Iso notavon mayublarni, ko'rishallarni shafolar edi. Hammadan muhimi shuki, u o'lganlarni ham qaytadan tiriltirar edi. Chunki uning vujudiga Xudoning ruhi kiritilgan edi va u uchun u shunday mo'jizalarning yaratishga qodir edi. Shu sababdan uni Ruhulloh deb atashar edi. Garchi u gunohkor emas edi, vali yana shu xatokor insonlar uning o'ldirishdi. Uning vujudida Xudoning ruhi borligi uchun qaytadan tirilib hayot topdi va jannat yo'lini tutdi. Iso o'ldirilgandan so'ng boshqa qurbonlik qilishga hojat qolmadi, chunki u o'zini mukammal qurbon qilib ketdi. Endi kimiki unga iymon keltirgan bo'lsa, go'yoki u o'z Xudosi bilan yarashib jannatga kirishga sazovor bo'ladi. Bu xush xabar haligacha butun dunyodagi xalqlar quloqiga yetishgan emas. Ba'zilar yaxshi a'mol va kirdor bilan pul topib, savob yo'li bilan o'z gunohlaridan qutilish uchun urinmoqdalar. Muqaddas kitob Injil Xudoning payg'amidir. Bu kitob bandaning najoti pul mol vasilasi bilan emas, balki Iso Masihga iymon keltirish bilan hosil bo'lur deydi. Xudo bilan yarashish yo'li shudir bas. Bugun o'z xudolaringiz bilan yarashinglar va dil va jondan unga samimiyat qilinglar va najot topish va qurtulishni Masihning qoni bilan muyassar bo'lishini qabul qilinglar. U kimiki meni yonimga kelsa,
hech qachon uni yonimdan uzoqlashtirmayman degan. Agarda sizlar jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, Iso Masihga iymon keltirib va u bilan jannatga kiringlarkim, bu jannat kishining o'z vatanidan ham afzalroqdir. Vatan muqaddas yerdirkim, har kim o'z vatanida yashab hayot kechirishni orzu qiladi. Vatanning bu dunyoning jannat deb atashgan. Shuning uchun Mavlono Zokirjon Furqat o'z she'rida vatanni sevib shu she'rni o'qigan. Fig'on kim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan, g'amim ko'p ey ko'ngilsan, bexabarsan ohuzavrimdan. G'uborim ishq vodisida barbod o'ldi andoqkim, biyobonlarda majnun tutiyo izlar g'uborimdan. Qizil qondur sirishkim, zafarondur chehrai holim, meni kim ko'rsa farq etmas xazon billa bahorimdan. Muhabbat dardidan o'lsam, butun umrim ado bo'lg'ach, qamishlar o'ng'a mehri giyo ung'ay mazorimdan. Adashgan it kabi Furqat, qayon borg'um bilolmasman, qachon bo'lg'ay kitobgayman xabar yoru diyorimdan. Nizomiddin Alisher Navoiy ham ulug' o'zbek shoirlaridandir, ki u ham vatan bobida ajoyib she'rlar yaratgan. Mana bu ulug' shoirning yozgan she'ridan bir namunasini eshiting. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmasimish, el anga shafiq u mehribon bo'lmasimish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bo'lsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmasimish.